Biloljon. Do'stlar, qaranglar, Bilol do'stimiz islom diniga o'tganiga atiga 20 kun o'tib Ka'batullohni, Allohning baytini ko'rishga musharraf ayladi. Qaranglar do'stlar, qanday baxt hammamizga nasib qilsin do'stlar. Niyatlaring pok bo'lsa qaranglar, Allohim tez amalga oshiradi. Nima niyat qilsalaring, faqat chin dildan qilinglar. Allohim tez amalga oshishga yordam beradi. Do'stlar, Baytulloh Allohning bayti, Robbimizning. Qani edi do'stlar? Ichiga kirishni niyat qilib qo'ydim. Endi inshaalloh bir kun ichiga kirishga. Videoni eslab qo'yinglar. Alloh agar qodir qilgan bo'lsa, bir kun shu Ka'batullohni ichiga ham kiramiz inshaalloh do'stlar.